Nima deb o'ylaysiz? YouTube yokida TikTok qaysi birini kelajagi kuchliroq? YouTube. YouTube a? Da, YouTube. Chunki qarang, YouTube 2005-yili chiqdi. TikTok 2018 chiqdi. Lekin TikTok ham tez rivojlanyapti. Tez rivojlanyapti. Lekin tez kuyayapti. Nimaga? Tushuntirib beray. Shu yerga yengilliklarni qo'yib ketsak bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining yengilliklari 2025-2026 o'sha TikTok yopilib ketadi. Amerikada полностью hozir yopilyapti, TikTokka qarshi chiqishyapti. U narsa O'zbekistonda ham bo'ldi. Bilasiz, O'zbekistonda TikTok ishlamaydi va Qozog'iston ham buni kuchga solmoqchi. TikTokni o'tdan yopib tashlamoqchi. TikTok o'zi hech kim kerak emas bo'lib qoladi. SNG davlatlarida YouTube nima uchun YouTube tushuntirib berayim. YouTube bu har xil trendlarni chiqaradi ommaga. YouTube'da 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan odamlar ham o'tiradi. TikTokni biladigan bo'lsangiz faqat trendlarni, chokolad, Barbie girl, tam X bir narsalar bor-ku, yosh bolaning platformasida, u kelajagi yo'q platforma. Realni siz bilim olaman desangiz, YouTube'ga kirasiz.